Bu qayerda tayyorlanyapti? O'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda. Qorin aka, bizning Alfajr Premium Brand kompaniyasidan sizga tabiiy terdan tayyorlangan joynamoz. Joynamoz. 100% qo'lda tayyorlanadi. Tabiiy teridan, oq, buqa, tuya terilardan tayyorlanadi. O, zo'ru. Hozir teridan tayyorlangan. 100% teridan. Tuman terisidan. Bu yerda buqa terisi bor, ot terilari bor, kombinatsiya oq ot terisi va bu yerda sariy rang ot terisi va buqa terisi kombinatsiya qilib tikilgan. Qo'lda afzalligi yagona nusxada bo'ladi. Yo'q-e? 100%. Boshqada topolmaysiz. Qatdan bilaman yagonaligini, otim yozilgan. Biz sizga garantiya beramiz. Birinchidan, yagona nusxaligi hayvon terisi xuddi odamga o'xshab bitta ko'rinishda bo'ladi. Bu qayerda tayyorlanyapti? O'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda. Birinchidan kerakli narsa, Da. ikkinchidan xayrli savobli narsa, uchinchidan o'zimizda ishlab chiqarilayotgan meni juda ham xursand qildi. Zo'r, молодец. Yaxshi ish boshlabsiz, xayrli bo'lsin. Necha yoshsiz? Men 29 yoshman. Men kompaniyani CEOsiman. Algaparov Otabek aka, как основатель бизнеса. Otabek akani farzandi bormi? Bor. Qani yuring bo'lmasa mendan bir qutlug' uydan quruq ketma deydi. Qani kelaylik, salom. Bizni ishlab chiqarishimiz bolalar oyoq kiyimlari. Zo'r. Muzey nomida shaharda ikkita do'konimiz bor. Hamma uslubdagi zamonaviy bolalar oyoq kiyimlari va eng muhim narsa bizada bolalardagi plaskostopiyani oldini olishga qaratilgan hamma oyoq kiyimlar. Deyarli 80% bolalarning o'sha plaskostopiyasini tuzatib borishga qaratilgan. U kishini farzandlari necha yosh? 3 yosh. Shartmas edi aka. Oyim doktor bo'lganlari uchun butulka qo'yib oyog'idan plaskostopiyasini yo'qotgan. O'qlov ham qo'ylardi, butulka ham. Bolalarda oyoq yassi bo'ladi. O'sha yassiligini ketkizish uchun mana shunaqa hozir krossovka mana akamiz. Nafaqat krossovka bu. Shu qalampirni birinchi etajida birinchi ochilgan. Menga o'zimga yaqin bo'lsin deb. Ikkinchisi Glinkada. Xohlasa yaxshilikka xizmat qilsin, sizlarning biznesingizlar ham rivojlansin. Xudo xohlasa. Sizlarga ham xuddi shunaqa yaxshi tilayman. Jon katta rahmat.